Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. YouTube'ga anchadan beri video qo'ymagandim. Bu video foydali, manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Hozir mana kraska sepilgan. Mana kamerani kraska sepdik. Mana ko'rib turganingizdek, shagrenchalari bir xil chiqqan. Chiroyli bo'lib. Mana ko'rib turganingizdek. Mana bu joylari nima uchun suxoy desalaring, bu yerda nakladka bo'ladi, и strukturniy часть bo'ladi bu yerda. Mana bu joyda ham strukturni unaqasi bor, plastmassasi. И mana bu joyi ham ko'rgan bo'lsalaring, buni ham birdan lak sepib yubordim. Birinchi svet o'sha mashinada o'zini rangidan sepmoqchi edik, keyin struktura bo'ladigan bo'lib qoldi. O'shaning uchun baza bilan yaxshi ukrovod qilmadim. Sachradi. Просто lak, bir sloy lak sepib qo'ydim. Endi matovat qilib struktura sepaman. Mana bu oldida облицовкасы, bitta parktronikcha Honda sepgandim. Videosini qo'ygandim Instagramga. O'shani parktronigi endi keldi. Keyin qaranglar, boya o'sha Instagramga video qo'ygan vaqtimga mana bu yerga gruntovkani qo'ydim. Sepdimda, mokro-pamokrimi. Kommentariyaga yozishdi. Plastmassaga jidkiy shpaklyovka sepib bo'lmaydi deb turib bittasi yozibdi. U ham usta kirib profiliga kirib ko'rdim. Bu noto'g'ri gap. Jidkiy shpaklyovkani любой narsaga ishlatsa bo'ladi. Temirmi, plastmassami, farqi yo'qda. O'sha ishlatish mumkin bo'lgan nimaga xohlasalaring ishlatsalaring bo'ladi. Nima uchun men bunga jidkiy shpaklyovka surtdim? Surtdim emas, sepdim. Sababi bu bamper juda bir ayanchli ahvolga kelib qolgandi. Buterbrod bo'lib ketadi-ku, sloy sepilaveradi. Hozir mana bu yerda parog bor bitta. Mana shu parogni misol qilib ko'rsataman. Mana ish qizg'in jarayonda. Tak. Mana ko'ryapsizlar. Mana shunday sloy bo'lib qo'parilib ketganda polnisida. Mana buni ham mana ko'rib turganingizdek maksimum 80 talik mashinka bilan maksimum olyapman. Mana bu narsa shpaklyovka. Именно plastmassani shpaklyovkasi. Tomog'im ozgina og'rigan, e'tibor bermaysizlar. O'shandan surtib, polnisida tayyorlab olamiz. Undan keyin gruntovka sepiladi. Mana bu joylari ham nima qilinadi. И mana shunga ham men jidkiy shpaklyovka surtaman, sepaman. Sababi gruntovka bilan jidkiy shpaklyovkani farqi, qalinligida, nimaligida juda katta farqi bor. Mana bu peripad riski mana nimalar bo'lgan vaqtiga gruntovka ko'p usatka beradi. Shpaklyovka uncha usatka bermaydi-da. O'shaning evaziga yaxshi chiqadi. Nima uchun? Bundan keyin men ustiga mokro-pamokrimi qilib baza sepyapman. Gruntovka sepib, undan keyin baza lak sepyapman. Sababi shpaklyovkaga boya aytganimdek, plotnisi shpaklyovka bilan gruntovkaniki bir xil emas. O'shaning uchun u jidkiy shpaklyovkaning ustiga unchalik yaxshi bo'lmaydi. Nima sepsa, baza sepsa birdan. Mana ko'rib turganingizdek, bu bamperdan xuddi shunday 80 talik bilan plastmassasigacha chiqaramiz maksimalni. Undan keyin bu valnistay bo'lib qoladi. Mana bunday polni valna bo'lib ketadi. Hozir mana ko'rib turganingizdek to'g'ri bo'lsa, mana bu narsani olgandan keyin buni tagida nima chiqadi hech kim bilmaydi-da. Misol, men o'zim ham bilmayman. Balki shpaklyovka, balki remontni joy chiqishi mumkin. O'shalarni maksimalni shpaklyovka surtib, o'sha o'zini spetsial shpaklyovkasidan surtaman. Men mana bu shpaklyovkadan ishlataman. Mana Navol o'zi spetsial bamperlar uchun. Bu universal, bu stiklovolokno, bu glazer finishni shpaklyovkasi. Maynes idishga o'xshab, buni ham отвердители bor. Keyin qaranglar, spektralda yana bitta narsa bor. Mana bunaqa tipi mixing indikator degan joyi bor. Shpaklyovkaning o'zi mana ko'rib turganingizdek ko'k bo'ladi, surtasizlar. Quriganni oppoq bo'lgan vaqtiga qurigan bo'ladi bu. То есть shpaklyovka polnisida quridi yo'qmi, o'shani bilish uchun o'sha xuddi shunday oppoq holatga kelib qoladi. O'shanda shukurka qilsa bo'ladi.
Tak, endi yana nimani ko'rsatsam? Grunt tovushni pistolet. Ozgina obzorcha ham qilay. Ko'pchilik uni ko'rsating, buni ko'rsating deydi. Grunt tovushni pistolet. Welcome 1.7 dyuza. O'sha жидкий shpaklyovka nimalarga ishlataman. Bu yoqda epoksitni grunt. Kecha mokri pamokrini ikkita eshikni sepgan vaqtimga ham bittasi primoy temirga mokri gruntovka sepib bo'lmaydi deydi. Uni men ham bilaman. Просто Instagramda vaqt kamlik qiladi. O'shaning uchun men polnisda olib ipidan ignasigacha tushuntirib yozishga vaqt bo'lmaydi-da. Именно shu temir chiqqan joylarga men shundan bir sloy sepaman. Bu epoksitni, как kislotni hammasiga ketadi-da, normalniy bo'ladi. Kislotning o'rnini ham bo'lsa. Mana bu kislotniy grunt. Orqasidagi u poronaполнительный gruntlar, отвердительlari, antisilikon, spirtovoy обезжирка. Keyin yana bitta narsa, mana shu spirtovoy обезжирка antistatiskiy. Ana shu bilan birinchi men bu bilan o'taman. Navol. Mana ko'rib turganingizda смывка для удаления силикона. 780 navol обезжирка. Birinchi u bilan o'taman. Bu texnический грязlar oladi. Men qo'ldagi tuz, boshqa narsalarni bu oladi. Spirtovoy обезжирка. И plus yana bitta narsasi musor kam bo'ladi mana shuni ishlatsalaring. Musor ancha kam bo'ladi, chunki antistatika o'zlaring bilasizlar, bunday qo'l bilan tekkanda yo bo'lmasam yangi bamperlarga juda yopishqoq bo'ladi. Musorni o'ziga tortish xususiyatiga ega bo'ladi. Bu bizada rasvaritel 646 rasvaritel. Bu yerda shkurkalar rubankaga bu suv bilan ishlaydigan bo'lsa kim nimaga? Keyin yana bitta narsa qaranglar. Mana shu narsa nima? Mana shundan постоянно foydalanaman men. Instagramga hozir post joylayman и ko'rib nima qiladi. Imini mana shu narsa ko'pda bu yerda. Foydalanamiz, ishlatamiz mana shu narsani. Nima uchun olib kelib qo'yilgan и nima uchun ishlatiladi? Savol kommentariyada kutib qolaman javoblarni. Bu yoqda mana pistolet, baza, lak, maska filtrlari, bu kosmetika uchun tremni unaqasi, kraskachani solib tekkizish uchun shotka, ключlar, mana bu yerga aytgan cho'pcha. Tak, yana nima? Bu yerda abrazivlar, mana ko'rib turganingizda polnisda. Bu yerda ham abraziv, mana bunaqa super fine, ultra fine. Shunaqa narsalar. Bu yerda ham shkurkalar. Bu yerda filtr, maskalar, SATA, bechora SATA, rem komplekt $300 turar ekan. Bu где-то bir yillar, 2 yillar oldin olingan. Ichida rem komplekti, mana bu joyidagi plastmassasi и mana bu joyida plastmassa uplotnitel deydimi, rezinka o'shanisi yo'qolgan. Keyin men galovkani yechganda tagida yana bitta plastmassa bor. Ana shu ikkita plastmassasi yo'qolgan. O'shaning uchun birak bu pistolet. Holatini ko'rib turganingizda bachok yangiday turibdi, почти. Mana endi bu kraskasi, mana bu baza u ketadi. 5500 original SATA. 300-350 ana shu atrofda turar ekan buni unaqasi. Rem komplekti. $300-350 buni olgandan ko'ra bitta yangi Devilvis oldik men bunisini. Ko'rib turganingizda, tak. HVLP 1.3 dyuzalik. Mana shu joy, ana shu yerda, bu yog'i meniki, bu tomon boshqa malarlik. Polirovishni pastalar, polirovishni mashinka, maskam bu yerda turadi,
Bu podushka o'sha polirovkaga. Tak. Yana nimani ko'rsatsam? Podushkalar har xil. Mana bu narsa ham yaqinda olib kelishdi. Bu ham juda bir foydali narsa ekan. Drelga qo'yib shukurkalar 240, 180, 80 har xil trudno dostupniy joylariga shuni yopishtirib drelga qo'yib nima qilsa bo'ladi. Tozalasa. Hoppa. Ana shunaqa joylari ham bo'lib turadi. Bemontaj primoy YouTube ga ketyapti. Hozir yig'ishtirib joyiga solib qo'yamiz. Mana bu narsa ham juda udobli narsa ekan. Zang shunaqa narsalarni ketkazishga zo'r narsa ekan bu. Tak. Pauza qilib turaman, video uzun bo'lib ketmasin. Yig'ishtirib oldim buni polnisda. Tak, buni joyiga qo'yamiz. Bular bachokchalar, kraska tayyorlashga, bankachalar, shpaklyovka, zapas, bu переходga ishlatiladigan. Ko'pchilik so'raganda bitta parok sepganimda mana shu narsa sepib ishlataman men переходga. Так. Ana разбавитель для перехода deb yozilgan. Aka o'sha qora balonchik nima edi? Bir ko'rsating degan. Bu yerda PPS bachokchalar. Ana shu bachok olganim beri 100% demayman-ku, где-то bir 80% musor kamaydi menda. Endi musorga qanaqa daxli bor buni deyishlaringiz mumkin. To'g'risi men o'zim hozir tushuntirib beraman, qaranglar. Bu narsaga o'zim ham hayron qoldim. Mana bachok ishlatasizlar. Baribir ma'lum miqdorda mana bu ichida, mana bu joylarda qoladi kraskada, mana kraska, grunt, lak, o'sha narsa ham rezba ochilib yopilganini hisobiga maydacha musorcha bo'lib kraskaga qo'shiladimi degan fikrdaman. Men shunaqa bo'ladi demayapman. Kerak emas, u keraksiz kommentariyalar yozib tashlash. Shaxsan meni o'zimning fikrim, o'shaning uchun o'sha sabab ko'proq bo'ladi musor. Buni nima qilgan vaqtiga. Bu PPS bachokda bo'lsa, mana ko'ryapsizlar, одноразовый, ichida musor bo'lmaydi. Lakni solasizlar, и filtri bor, buni o'zini. Mana ichida одноразовый. Keyin buni yana foydali tomoni qaranglar. Ana shu pistolet yuvishga menda где-то bir 50 grammlar ketadi. Rasvaritel ishlataman, 50 grammlar rasvaritel sarflayman. Endi bitta hisoblaylar. Bu hozir Mirkaniki $45 turadi bu yerda. O'zbekistonda nech pul turishini bilmayman. Lekin bu yerda Armeniyada $45, ichida 50 ta bo'ladi mana shundan. Hozir sizlarga yana ham aniqini ko'rsataman. Balki adashayotgandirman. Так, Mirka. Jita Pro. Buni qayerga количествосini yozibdi. Так. Количество. Количествосini yozmagan-ku buni hech qayerga. Ha, shunday nima qilsak bo'ladi? Sanab mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Mana ko'rganinglarda 25 ta bachok, bu ochilmagani, mana bu ochilgani. 50 ta bachokchasi, 50 ta filtri bo'ladi. Mana filtrlari ham mana o'zida qapqoq ham filtr. Nima uchun bunda ekonom deyapman? Qaranglar, $45 ga olsalaring ham, bundan arzoni ham bor. Mana bu kitayskiy. Tak, hozir. Nima uchun buni bu yoqqa olib qo'yganman? Chunki sababi bu ham xuddi o'sha narsa. Mirkada bir xil. Buni ham o'zini filtri bor ichida mana.
Bunda просто переходник boshqacha olish kerak. Bitta переходник olishimiz kerak. O'shani zakaz qilganmiz, hali kelgani yo'q. Mana bu narsa переходнigi. Чтобы o'sha bachokni qo'yish uchun. Любой pistoletga tushiradi. Qanaqa Devilbesmi, Satami o'sha zakaz qilsalaring bo'ladi o'sha nimada. Ana shunday olasizlar bundan ham. Bu $25. Bu ham 50 ta ichida. 50 ta bo'ladi. $25 endi hisoblab nima qilsangiz qarang. Hozir buni joyiga qo'yib qo'yaylik. $25 300 ming so'm bo'lgan taqdirda ham o'zimizning pulga endi siz 50 ta filtr ishlatasiz. Bitta 50 ta filtringizni hisoblang. Bu bir. Ikkinchisidan hamma har xil yuvadi pistolet. Shaxsan men o'zim mana shu pistoletni normalni qilib yuvish uchun kamida 300 gram rasvaritel ishlataman. Kamida ekonom qilgan vaqtimda idealni qilib yuvsam-da. Lekin bu bilan ishlatsam 50 gram rasvaritel bilan o'sha pistoletni yuvaman. Boya ko'rsatganda bitta davleniya bilan faqat mana shu joyiga to'g'rilayman. Instagramga qo'yganman uni ham pistolet yuvishni. Boshqa pistoletga rasvaritel solib ana shu joyidan tuflataman. Galovkani yechib olib, galovkani ham 1-2 marta tuflatib qo'yaman. Bo'ldi. 50 gram, 40-30 gram ana shunday primerni yetadi-da. Endi hisoblaylik. 50 ta pistolet yuvish uchun o'rtacha birov ko'p, birov kam shu 500 gram deb olaylik. 500 gram bo'lgandan keyin 500 ni 50 ga ko'paytiradigan bo'lsalaring qancha bo'lyapti u? Başta 25 litr rasvaritel pulini hisoblangda. Mana 25 litr rasvaritel. To'g'rimi? Yo, adashyapman. 300 gramdan bo'lganda ham 20 litr rasvaritelingiz puli plus 50 ta filtr olasiz. Yana sizga banka kerak bo'ladi baribir kraska tayyorlashga. Mana bunaqa yo bakalashga izla yo boshqa qilib. Bunda men bankasi ham o'zida-da. Nimasida? Buni ham olib qo'yib joyiga. Bankasi ham o'zida. Xo'p, bakalashga hisoblamaylik. Mayli O'zbekiston sharoitida bakalashga ishlatadigan bo'lsak, bepul deyilgan. Endi hisoblab ko'ring. 20 litr rasvaritelingiz nech pul bo'ladi, bachok nech pul bo'ladi? Aka, qimmat narsalar ko'rsatib maqtanyapsiz deb bitta podpischilar yozganda, gap qimmat narsada emas, gap bu yerda realniy ekonomiya, tejamkorlikda ketyapti. Mana shunday bitta primerni hisoblanglar. Mana 50 ta buni yuvmaysizlar, to'g'rimi? 50 ta 50 marta pistolet yuvish uchun qancha rasvaritel ishlatasizlar o'zlaring? O'shani bitta nima qilinglar. Tak, yana nimani ko'rsatsam? Xullas, shunaqa gaplar. Plyonkamiz tugadi, body ishlatamiz. Bo'lmaga bu nima? Parok tayyorlanyapti. Bu ham parok. U yoqda detallar, mashinka, bardak. Nima uchun deganda рабочий protsessda, ish vaqti. Hech kim menimcha har 5 minutda uborka qilib ishlamasa kerak. Ishlayotgan vaqtimiz mana shunday bo'ladi. Kechqurun ish tugatgandan keyin bir uborka qilib qo'yamiz. Bu ham teleshka o'zimizniki. Mana bu bamper tayyorlab qo'ydim. Shpaklovka surtib, ikki tomonini ham. Buni ham mana shu joylarni gruntovka sepaman. Bu yoq faqat baza bo'ladi. Mana bu joyiga gruntovka sepiladi petno. Mana bu narsa men mototsiklniki. Buni tayyorlayapman. Mana ko'rib turganingizda Harley Davidson, amerikanskiy brend. Pnevma podveska, ABS, cruise control, klimat dorib. Cruise control. Hamma narsasi borda. Maksimalni. Mana shunaqa gaplar. Bu yerda biza ishlatilgan rasvaritellar bankalari, pulsator yuvganda qolgan rasvaritellar to'kiladigan joy bu. Tepada vintovoy kompressor turibdi. Havo kelyapti. Bu yerga nima bo'ladi? Filtrlanadi.
bu filtrdan chiqib осушителga kiryapti. Осушителdan chiqib bu Tremovskiy keramический filtr bunga tushyapti. Bundan chiqib SATAga kiryapti. SATAdan chiqib keyin kameraga kiryapti-da. Qaranglar, krater haqida ham yana bitta krater bilan zakip borda, qaynashi bor и krater borda. Mana shu narsa ham именно premialniy laklarda ishlagan vaqtiga ana shunday qaynash holatlari bo'ladi. Bu nima sababdan? Ana shu lakni birinchi sloy, ikkinchi sloy o'rtasida kam vaqt berilganidan. Men bir sloy sepganimdan keyin hozir mana shu pashti qurigan. Mana shunday qo'lim bilan tegiraman. Qachonki отпечатка qolayotgan bo'lsa, o'sha payti ikkinchi sloy sepaman. То есть lak yarim soat, 1 soat tursa ham hech narsa qilmaydi. Lekin 15 minut ko'rsatilganmi, siz 10 minutda sepib qo'yadigan bo'lsangiz, o'shanda zakip har xil noxush narsalar kelib chiqaveradi. O'sha qaynashi, unaqalar, krater nimaiki bo'ladigan bo'lsa, o'sha muammolar kelib chiqadi. Har bitta lakka yozib qo'ygan o'zi instruksiyasiga. Hozir uni ham ko'rsataman. Mana 5 minut, 10 minut bu sushkada qurish jarayoni. 15 minutdan keyin 60 gradus bo'lsa, 15 minutdan keyin уже quriydi deganda. Mana bu narsa vyaskisi bo'ladi. Ko'pchilik bilsa kerak. Bu narsa 1 sloy, 2 sloy sepiladigan narsa. Men 1.2 dan 1.4 gacha bo'lgan pistoletda sepish mumkin. 1.5 sloy bu sepiladi. Bu unaqasi. Proportsiyasi отвердитель bilan nimasi? Bu vok degani o'sha сухой остаток, летучие вещества deydi o'rislar. O'sha uchib chiqib ketadigan narsalari. Bunikini mana ko'ringlar. Kamera qanday qilib fokus qiladi buni? Bilmay qoldim. Tak, birga qo'yaman hozir. Mana. Ko'rib turganinglarda. Tak. Bunda 420, 415. Bu ham spektral. Klar 565. Bu ham spektral 575. Lekin buni qaraydi. Bunga 2 ga 1 и 4% dan boshlab endi buyog'i 10% gacha unaqa qo'shish mumkin. Razvoyitel qo'shish mumkin. Vyaskisini qaranglar, 16-20 sekund bo'lyapti. Bunga umuman rasvaritel qo'shilmaydi, 15-17 sekund bo'lyapti. Ko'ryapsizlarmi? И bunisi 1-2, 1-4 pistoletda sepish mumkin, 2-3 sloy sepish mumkin deyapti bunda. Mana shuni e'tibor qilganman. Hozir shunda bu lakimizda bunisi suyuqroq bo'lyapti. Vyaskisini o'qiydigan bo'lsalaringda, lekin sepgan vaqtiga qalinligi o'sha mikrometr bilan o'lchaydigan bo'lsalaring, o'sha talshnometr bilan o'lchaydigan bo'lsalaring, buni mikroni qalin chiqadi bunda. To есть bunda 3 sloy sepsangiz 50 mikron berayotgan bo'lsa, mana bunda 1.5 sloyda o'sha 50 mikronni sepib qo'yishingiz mumkin. Endi sababini aytaman, qaranglar. Sababi bunda suxoy остаток kam. To есть siz agar 1 litr lak olayotgan bo'lsangiz, o'shani past 68%ni smala tashkil etyapti. 420. 68%ni smala tashkil etgandan keyin rasvaritel uchib chiqib ketgandan keyin mana ko'ryapsizlar, rasvaritel uchib chiqqandan keyin o'sha lakni nimasi o'tiradi-ku baribir, usatka beradi. O'shanisi kam bo'ladi. Bunda ko'rsatilmagan sababi realni ko'rsatilmagan ekan. Vok. Bu где-то 700-800 o'sha atrofda. Bu RS lak, shu MS nimaga kiradi? Bu VHS. Suxoy остатоgi kam. Mana shunaqa gaplar. Rasvaritel. Bu rasvariteldan ishlatamiz. Men bachokda yana bitta foydali narsasi, qaranglar. Mana shunday lakni qoldiraman o'zi bilan. Qapqog'ini olib musorga tashlayman. Keyin obduvishni pistolet bilan bitta obduv qilsa lak uchib chiqib ketadi. Bu bankani o'ziga nima qilsa ham bo'ladi. Grunt
biron nima tayyorlamoqchi bo'lsangiz, kislotni grunt tayyorlab olasiz, yo grunt o'sha narsaga ishlatsa ham bo'ladi. То есть bu одноразовый emas-da. Men bunda ham baza qolgan, buni ham bir rasvaritel bilan chayib, ozgina gruntovka tayyorlashga ishlatsa bo'ladi. То есть ekonomichni-da, nimaga ishlatsangiz ham. Tak, mashinka, pilisos, mirka ishlatamiz. Mana shunaqa gaplar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, bir YouTube'da ham bir 1000 ta, 10 000 ta bo'lib ketarmiz nasib bo'lsa. Instagramda поддержка zo'r bo'lyapti. Так что obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsalaring, savollar bo'lsa Instagramga yozish mumkin. YouTube'da hali unchalik tushunmayman. Nima uchun YouTube ishlatyapman? Ko'p video Instagramda 3 minutdan ziyod video qo'yib bo'lmaydi. 3 minutda hamma narsani aytib ham bo'lmaydi-da. O'shaning uchun YouTube ishlatib, YouTube ochib ishlatyapman. Video joylayapman YouTube'ga. Mana shunaqa videolarni qo'yish uchun-da. Shunday fikr almashamiz. Masalalar bo'lsa olib chiqaman ko'proq. Primoy efir ham qilamiz. Instagramda yarim soatdan ziyod primoy efir qilib bo'lmaydi, o'chirib tashlaydi. YouTube'da безграничный deydi-ku. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.